Assalomu aziz vatandoshlar, mana navbatda ishimizni Payt shaharda xudo xolasa shunaqa ko'rinishda qilib beryapmiz. Hozirgi mahalla 1 kvadrat turinka fonimizni 120 ming so'mdan 150 ming so'mga doğru qilib beryapmiz. Turinkamizni qalin yuqqaligida ranchasi bo'ladi. Hamma xarajati bizdan, reyka, lesa, shurub, usta mehnati, qo'l mehnati, barchasi bizdan bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa bir dona like tugmachalarini bosib, podpishka qilib tursanglar, xudo xolasa sizlarga shunaqa turinka fon qilgan joylarimizni ko'rsatib boramiz obunachilar. Bu tarafimizda eni necha metrida Bobur aka? 5,5 sant, 5,5 ga to'g'risimda kelib turib, mayli 3,5 santimetr ham bo'lgan, mana shu yerda o'zida 1,5 metr perikos ranchasi bor. Shu burchagimizga shunaqa ko'rinishda turinka fon ishlarini xudo xolasa qilib berdik. Mana ko'rib baho beringlar. Xudo xolasa ko'rinishlarni ham doğrusu bunu liniyalarımızga ahamiyat verirler. Hamma o'rtasida bo'lib, o'rtasiga mana pianinalarımızdan foydalanganmiz. Yulduzchasini esa tilla rangimizdan foydalanib, mana o'rtasida maydan bitta ashka qilib, endi mana obunachi bu tarafimizga ahamiyat beramiz. Doğrusu singan burchalar rosa ko'p perikosyon xonadonimiz. Xudo xolasa shunaqa ko'rinishda Payt shaharda qilib berdik. Sizlar vodiydan kelib bo'lsanglarki, nomerlarimizni ekranda qoldirib ketamiz. Bemalol murojaat qilib, sizlar bu zakaz bersanglar, sizlarga ham xonadoningizda xudo xolasa shunaqa ko'rinishda sizlar xohlagan fasoningizda ishinglarni yakunlab beramiz. Videomizga xizmatimiz yoqqan bo'lsa, bir dona like'larni bosib, podpishkada bo'lib turamiz. Xudo xolasa nomerlarimizni opsiyada qoldirib ketamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.